Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Anqarada o'tkazilgan Shimol Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATO yig'inida kollektiv mudofaa ta'kidlanib, Xitoy xatiri tilga ilinmagan. Anqarada o'tkazilgan NATO boshliqlar yig'inining oxirgi kuni 8-iyul chorshanba NATOning birlashma bayonoti e'lon qilinib, kollektiv mudofaaga oid 5-moddasini qayta ta'kidlagan. Bu yilgi 6 moddalik bayonotda NATOning kollektiv mudofaasi, NATOning ittifoqligi, a'zo davlatlarning o'tgan yilgi boshliqlar yig'inida hosil qilingan mudofaani kuchaytirish va'dasi, Rossiyaning Yevropa Atlantik bexatarligi va muqimligiga qaratgan uzun mezgillik tehdidi va davomlashayotgan terrorlik tehdidiga taqobil turish uchun ittifoqdosh davlatlar Haag mudofaa va'dasini ijro qilayotganligi, NATOning Yevropa davlatlaridagi a'zolari va Kanadaning Amerikaga tayinishni azaytib, Yevropa mudofaasi uchun texnik cho'ng mas'uliyatni ustiga olish, texnik kuchli Yevropa, texnik kuchli NATO, zamonaviylashgan ittifoq qurish, Ukrainani davomli qo'llash, ittifoqning keng bexatarlik muhitini shakllantiradigan strategiyalik raqobat, umumyuzlik tehdid, aralashma tehdid va qayta yuz beradigan zarbalarga taqobil turishni va moslashishni ilgari surish qatorliqlar ta'kidlangan. Ammo bayonotdan keyingi muxbirlarni kutib olish yig'inida NATO bosh kotibi Xitoy va Rossiyani, Xitoy bilan Rossiya NATO ittifoqdoshlarining shimoliga kirganligini tilga olib, NATOning cho'qim birlikda taqobil turish kerakligini ta'kidlagan. Shundaqla yig'in jarayonida NATO bosh kotibi Rutte Hind Tinch okean rayonidagi 4 davlat Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Yangi Zelandiya vakillari bilan suhbat o'tkazib, xalqaro vaziyat, Rossiyaning Ukraina qilgan tajovuzchiligi, Hind Tinch okean rayonining vaziyati va Xitoyning Janubiy dengizdagi tahdidlari, Xitoyning yaqinda boshqariladigan bomba qo'yib berganligidan qattiq andish qildiganligi qatorliqlar to'g'risida fikr almashtirgan. Tayvan axbaratlari Xitoyning atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish qonunini Xitoyning chekdan oshgan imperiya qurish xiyoli deb qattiq ayiblagan. Bu vaqtdagi analizlarda Xitoyning butunlay birlikka kelgan Xitoycha milliy davlat qurish nishoniga qarab ilgarilayotdi. Har qaysi millatlar uchun bu butunlay yangi bir xil chekdan oshgan Xitoy jahongirligini ifodalaydi. Bu atalmış qonun har qaysi millatlarning subyektivligini yo'qotish uchun qattiq boshqarish texnikasi, shundaqla nopasning azayishi, assimilyatsiya, iqtisod kontrol qilish va tarixni burmalash qatorliq usullarni o'z ichiga oladi. Bu Xitoyning shovinizm va cho'ng xitoychilikni markaz qilgan yangi Tiansha markazlik ishki tartibining boshlanishi, Xitoy Kommunistik partiyasi qurilgan yillardagi har qaysi millatlar o'z taqdirini o'z belgilash degan Leninizm ta'limotidan butunlay voz kechib, Xitoy qilibga asosan irqiy va madaniyat assimilyatsiyasi uchun qurilgan ramka degan o'ttirib qo'ygan. Mazkur analizlarda Xitoyning 1988-yildagi Xitoyning ko'p xillik andisini, Xitoy markazlik organ kuchi tarafidan qo'zg'atilgan angliq assimilyatsiya qilishning qadami, sobiq Sovet ittifoqidan keyingi davrlarda tashqi kuchlar Xitoyni parchalamoqchi degan qo'rqinch va bahona ostida ma'muriy planlash, moliya xamchoti va boshqa boshqarish qurollari orqali har qaysi millatlarni majbur holda davlat tasdiqlagan angliq itoatchanlikqa bo'ysundirish, tadrijiy holda har qaysi millatlarning milliy kimligi, madaniyatini yo'qotish va assimilyatsiya qilishning qadamini tashlab, har qaysi millatlarning siyosiy chegarasi, o'z taqdirini o'z belgilash huquqini yo'qotib, ularni faqat madaniyat simvollariga aylantirishga boshlagan. Shundaqla Xitoy strategiyalik nuqtadan bu qonun chiqarishdan burun boshqarish tadbirlari nurg'un yillik amaliy tajribalarni to'plab, Sharq Turkistondagi atalmış qayta tarbiyalash lagerlari va Tibetning yotoq maktablari qatorliq madaniyat tozalash tadbirlari orqali to'plangan tajribalarni kodlashtirib, mazkur qonunni yo'lga qo'ygan deyilgan. Bu analizlarda yana Xitoy bu qonunning 24, 25 va 26 moddalarida belgilangandek sistemli holda mablag', texnika va boshqarish orqali Xitoy ko'chmanlarini milliy rayonlarga yo'tkash va bu rayonlardagi emgak kuchini ishki rayonlarga yo'tkashni qonunlashtirib, millatlarning nopusini kontrol qilib, Xitoy millatiga singdirib o'tish qariniyatini ishga oshirdiganligi va buning har qaysi millatlar uchun og'ir geogeografiyalik xatar ekanligi. Qonunning 22 va 23 moddalarida ta'kidlangan asos qatlamni ijtimoiy boshqarish orqali yez qishloqlardan shaharlarga bo'lgan turalg'i plani orqali millatlarning Xitoylar bilan aralash o'ltiroqlashish andisini zo'rlik bilan ilgari surib, millatlarning o'zini qo'g'dash bo'shligini taraytib, oxirida atalmış milliy avtonomiyani ifodalaydigan hech nim qoldirmaydiganligi,
Atalmış qonunning 4-bobi bo'lsa, o'rtaq gullanish nomi ostida iqtisodiy cheklama orqali milliy rayonlarning iqtisodiy planlash nishonlarini millatlarni assimilyatsiya qilish nishoniga bo'ysunadiganligi. 49-moddasi bo'yicha oz sonli millat kadrlarini yetishtirish nomi ostida bir qism kishilarni yo'lash, setib olish, manfaat yetkazish orqali siyosiy maqsadini ishga oshirishni ilgari surib, o'z go'shini o'zining yig'ida qo'riydiganligi. 15-moddasi bo'yicha Xitoy tili o'qitishi va ishlatishni umumyuzlik yo'l qo'yib, har qaysi millatlarning tillarini chetga qiqish va keyingi avlod bilan ularning ona tili va madaniyat bog'lanishini uzishni talab qilganligi. Xitoy tilini keyingi avlodlarning ona tiliga aylantirish maqsad qilganligi. Atalmış qonunning 2-bobi bo'yicha o'rtaq ma'naviy vatan qurish tarixiy hikoyaning qayta shakllantirish, tarixiy hikoyalarni qayta yozib, tarixiy ongni Xitoy millati atrofida qurish va birlashtirish, o'tmishdagi milliy ziddiyatlarni ikki qismdagi qarindoshlik ziddiyatlari sifatida qayta tushuntirish orqali Xitoyning Uyg'ur xalqi, Tibet, Moңg'ol va boshqa har qaysi millatlarni talto'kis assimilyatsiya qilish qara niyatini ishga oshiradiganligini o'ttirib qo'yib, bugungi kunda dunyoning diqqati Xitoyning davlat halqigan bostirishiga markazlashgan bo'lsa-mu, ammo bu qonunga yetarli inkos qaytarmaganligi ta'kidlangan. Tibetlik faoliyatchining o'zini ko'ydirish voqeasidan keyin Amerika Xitoyni Dalay Lama bilan bo'lgan suhbatni asliga keltirishga chaqirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı New York baş shtabi oldida 2 iyul kuni 52 yoshli Tibet faoliyatchisi Lobga Rangzen Xitoyning Tibetdagi bostirish siyosatlari va 1 iyul yo'li qo'yilgan milliy ittifoqlikni ilgari surish qonuniga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'yib ko'ydirish voqeasi yuz bergandan keyin bu voqea dunyoning diqqatini tortgan va Amerika Xitoyni Dalay Lama bilan bevosita suhbatni asliga keltirishga chaqirgan. Amerika Davlat İşleri Ministerliğinin bayanatçısı bu haqda Amerika Tibet xalqining kishilik huquq va hech kimdan qo'rqmasdan o'zining madaniyati, tili va dinini qo'g'dash va ulug'lash orzusini qat'iy qo'llaydi. Amerika Tibet xalqining amaliy avtonomiyaga erishishini ishga oshirish va ixtiloflarni hal qilish uchun Xitoy hukumatini hech qanday shart qo'ymasdan Dalay Lama va uning vakillari, shundaqla saylangan Tibet rahbarlari bilan bo'lgan bevosita suhbatni asliga keltirishga chaqirishni davomlashtirdi. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Tibet ishlari butunlay Xitoyning ishki ishi, hech qanday chet elning aralashish huquqi yo'q. Biz Amerika tarafini Tibetning Xitoyning bir qismi ekanligini e'tirof qilish va Tibet mustaqilligini qo'llamaslik va'dasiga amal qilishga, Tibet masalasidan foydalanib Xitoyning ishki ishlariga aralashishni to'xtatishga da'vat qilamiz deb bildirilgan. Amerikaning ilgirki hukumatlari va parlamentdagi har ikki partiyaning a'zolari uzundan buyon Tibet xalqining kishilik huquq va o'z taqdirini o'z belgilash huquqini qo'llab kelmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sundum. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.